Hayvonlarning o'lchami, tashqi ko'rinishi, shakli va biologik jihatdan nihoyatda katta xilma-xillikka ega. Shunga qaramay, ularning 95% dan ortig'i va yer yuzida yashayotgan barcha ma'lum quruqlik hayvonlarini birlashtirib turadigan bitta umumiy belgi mavjud. Bu belgi deyarli barcha hayvonlarga 100 millionlab yillar avval yashagan juda qadimiy umumiy ajdoddan meros bo'lib qolgan. Kalmarlar, hasharotlar, sudralib yuruvchilar va sut emizuvchilar ko'plab xususiyatlari bilan bir-biridan keskin farq qilsa-da, ularni barchasini tana simmetriyasi birlashtiradi. Ularning tanasi chap va o'ng tomoni mavjud bo'lib, bu tomonlari bir-birining ko'zgudagi aksi hisoblanadi. Hayvonlarning bunday katta guruhi butun hayvonot olamida qo'llanilayotgan eng yirik tasniflardan biri bo'lib, ular ikki tomonlama bilateral simmetriyaga ega bo'lganligi uchun bilateriyalar deb ataladi. Ikki tomonlama simmetriya hayvonlari orasida shunchalik keng tarqalganki, ko'pchilik biz ba'zi hayvonlarda butunlay boshqa turdagi simmetriya mavjudligini yoki umuman simmetriyasi yo'qligini sezmaymiz. Bilateriyalar guruhiga yaqin, ammo undan tashqarida joylashgan hayvonlar guruhi kinidariyalar bo'lib, ularga meduzalar, dengiz anemonlari, marjonlar, korallar kiradi. Kinidariyalarni birlashtiruvchi asosiy belgi ularning tanasidagi kinodotsit deb ataluvchi maxsus hujayralarning mavjudligidir. Bu hujayralar ularda boshqa organizmlarga chaqish, zahar yuborish, o'ljani falaj qilish imkonini beradi. Shu bilan birga kinidariyalar bilateriyalardan farqli o'laroq radial simmetriyaga ega, ya'ni ularning tana tuzilishi markaziy o'q atrofida joylashgan tananing markaziy qismidan tashqariga qarab tentaklar va shoxchalar yoyilgan bo'ladi. Mikroskopik bo'lmagan, lekin bilateral simmetriyaga ega bo'lmagan hayvonlarning deyarli barchasi shu guruhga kiradi. Bundan tashqari gubkalar, spongiyalar ham mavjud. Ularning aksariyati hech qanday simmetriya yo'q. Gubkalar ko'p hujayrali organizmlar bo'lsa-da, ularning hujayralari aniq bir geometrik tartib yoki simmetriyaga bo'ysunmagan. Gubkaning umumiy shakli ko'proq qaysi tomondagi suv oqimi va oziq moddalar ko'proq kelishiga bog'liq holda shakllanadi. Hozirgi kunda hayvonlarda uchraydigan simmetriyaning turlari tarix davomida mavjud bo'lgan yagona shakllar emas. Edikarda davrida taxminan 540 million yillar oldin vaqt avval ayrim organizmlar butunlay boshqacha simmetriya shakllariga ega bo'lgan. Angliyaning markaziy qismida joylashgan 560 million yillik tog' jinslari qadimgi organizm qoldiqlari topilgan. U Chariana deb nomlangan. Keyinchalik Kanadaning sharqiy qirg'oqlarida shunga o'xshash juda ko'p organizm qoldiqlaridan iborat butun boshli fosillashgan ekotizmlar topildi. Ushbu hudud Kanadaning Avalon yarim orolida joylashganligi sababli bu davr ham topilmagan Avalon portlashi deb nom oladi. Charnia va unga o'xshash organizmlar rangimorflar deb atalgan. Ular tashqi ko'rinishi jihatdan barglarga o'xshagan, ammo okeanda juda chuqur qatlamlarda joylashganligi sababli fotosintez qila olmagan, ya'ni o'simlik bo'lishi mumkin emas. Ularning tabiati hozircha to'liq aniqlanmagan. Biroq aksariyat olimlar ularning hayvonlar evolyutsiyasida juda qadimiy, hozirgi hayvonlarga yetib kelmas poydevor tarmog'i stem animals deb hisoblaydi. Bu organizmlarning eng noyob va qiziqarli jihati shundaki, ularning fraktal simmetriya asosida o'sgan. Ya'ni tanasi bitta asosiy naqshning qayta-qayta takrorlanishi orqali shakllangan bo'lib, ular bir keyingi tuzilma oldingisining kichraytirilgan nusxasi bo'lgan. Hozirgi tirik organizmlar butunlay o'sish shakli deyarli uchramaydi. Edikarda davrida faqat fraktal shakli g'alati organizmlardan iborat bo'lmagan. Davr oxirida kelib, bilateral simmetriyaga ega bo'lgan hayvonlar ham paydo bo'la boshlagan. Ular orasida Spiragina nomli hayvonlar bo'lib, u tashqi ko'rinishi bilan trilobitlarga o'xshash bo'lgan. Ba'zi olimlar ularni trilobitlar ajdodi va qarindoshi deb hisoblaydi, ammo bu hali ham isbotlanmagan. Yana biri bilateral kimberella bo'lib, u shilqurtga o'xshash hayvon bo'la boshlagan. Shuningdek, Ikaria variuta nomli guruch donasidek kichik chuvalchangsimon hayvonlar ham bo'lgan. U qadimgi Avstraliya dengiz tubida, qumlarda kovlab yashagan. Demak, Edikarda davrida bilateral hayvonlar allaqachon mavjud bo'lgan, ammo ular kam sonli bo'lgan. Ammo Kembriy portlash davrida bilaterallar keskin rivojlanib, juda ko'p shakllari paydo bo'la boshlagan. Bunday qilib, Edikarda davrida bilateral hayvonlar ham allaqachon paydo bo'lgan bo'lsa-da, ular juda kam uchragan va radial simmetriyaga ega bo'la boshlagan. Nima sababdan bilateriyalar shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi? Evolyutsiyada biror yangi xususiyat paydo bo'lishi
keyingi foydali xususiyatlarning rivojlanishiga yo'l ochadi yoki ularning paydo bo'lish ehtimolligini oshiradi. Yirtqich sutemizuvchilardan tortilgan tirnoqlari bir necha marta mustaqil ravishda paydo bo'la boshlagan. Bu holat shuni ko'rsatadiki, bo'g'im oyoqlilarning tana tuzilishi va yashash tarzi ipak ishlab chiqarish evolyutsiyasi uchun qulay bo'ladi. Bilateriyalarning tana tuzilishi va afzalliklari. Eng oddiy ko'rinishda bilateriyaning tana rejasi ikki teshikli quvurdan iborat. Biri og'iz, ikkinchisi anus. Ular orasida esa hazm qilish yo'li joylashgan. Vaqt o'tishi bilan asosiy sezgi organlari, ko'z, hid, kimyoviy sezgi og'iz ustida old qismida, ya'ni bosh sohasida rivojlangan. Natijada tananing aniq belgilaridan old tomonda front paydo bo'lgan. Bu hayvonlarda harakat yo'nalishi aniq belgilash imkonini bergan. Bilateriyalar atrof muhitdagi signallarni, yorug'lik, o'lja hidlarni, kimyoviy moddalarni sezadi va to'g'ridan to'g'ri ular tomon harakatlanadi. Bu esa ularga maqsad va aniq harakat qilish imkonini beradi. Radial simmetriyali yoki simmetriya yo'q hayvonlarning ko'pchiligi esa o'ljani kutadi, suzib yuradi yoki tasodifiy harakat qiladi. Albatta, istisnolar mavjud. Masalan, quti meduzalari bog' zeli faol ov qiladi. Biroq umumiy hisobda ular sekin harakatlanuvchi hayvonlar bo'lib, faol ovchilik bilateriyalar bilan raqobatlashtira olmaydi. Murakkab sezgi organlar va aniq boshqariladigan harakatlar esa deyarli barcha bilateriyalar uchun xosdir. Harakat va barqarorlikda ustunlik ikki tomonlama simmetriya harakatlanishi uchun juda qulay shakl hisoblanadi. Chunki tana ikki tomonlama teng joylashgan oyoqlari yoki suzgichlari bo'ladi. Bu esa oldingi to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanishga imkon beradi. Har ikki tomondan teng kuch bilan tortish orqali barqaror va tezlik oshadi. Shu sababli bilateriyalar radial hayvonlarga nisbatan tezroq va samaraliroq harakat qila oladi. Bu holat ehtimol bilateriyalarning quruqlikni egallagan yagona hayvonlarning guruh bo'lishi ham sabab bo'ladi. Chunki suvda chiqilgach gravitatsiya yanada muhim omilga aylanadi va barqaror tana tuzilish, hayot-mamot masalasiga aylanishi mumkin. Bilateriyal simmetriya va aql rivoji. Bilateriyalar tana rejasi hayvonlarning aqliy rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan sezgi organlarining tananing bitta uchidan to'planish jarayoni sefalizatsiya deb ataladi. Sefalizatsiya juda muhim jarayon bo'lib, u nervlarning bir joyda to'planishi, natijada miya rivojlanishi bilan bog'liq. Bu jarayon turli hayvonlar guruhlarida mustaqil ravishda sodir bo'ladi. Umurtqalilar, sefalopodlar, kalmar, sakkizoyoq, bo'g'imoyoqlilar, hasharotlar, qisqichbaqasimonlar, radial hayvonlar ham nerv tizimi mavjud. Ammo hozirgi kunda hech qanday radial hayvonlarning bilateriyalardagi darajada murakkab va rivojlangan miyaga ega emas. Simmetriya tuzilishi, moslashuv misollari. Simmetriya ko'p afzalliklarga ega bo'lsa-da, ba'zi yashash tarzida uchun to'sqinlik qilishi ham mumkin. Shu sababli ayrim hayvonlar evolyutsiyasi davomida simmetriya qisman yoki kuchli darajada buzilgan. Qaychi tumshuqli qushlar tumshuq o'rtasida tutashmaydi, balki bir-biridan keskin o'tadi. Bu ularga qarag'ay shikastda urug' olishga yordam beradi. Paltus kabi baliqlarda tana yonboshlab yashashga moslashgan. Ular dengiz tubida yopishib yashashi uchun ikkala ko'zi ham boshining bir tomonida ko'chib o'tgan. Eng mashhur misollardan biri erkak qisqichbaqalar bo'lib, ularning bir changagi ikkinchisidan ancha katta bo'ladi. Ba'zi bu changak tana vaznining yarimga teng bo'lishi mumkin. Qizig'i shundaki, bu katta changak ovqat topishga yordam bermaydi. Aksincha, kundalik hayotga to'sqinlik qilishi mumkin. Urg'ochi qisqichbaqalarda ikkala changak ham foydalanadi. Erkaklarda esa katta changakning asosan urg'ochilarni jalb qilish, raqib erkaklar bilan jang qilish uchun ishlatiladi. Bu misollarda hayvonlar hanuzgacha asosan bilateriyalar bo'lib qoladi. Faqat ayrim tana qismlari simmetriyani buzadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, dengiz yulduzlari va dengiz kreplari va harakatlanishda afzal ko'rinadigan yo'nalishga ega. Demak, evolyutsiyaning ma'lum bosqichida tanilish bosimi ularni radial hayot tarziga moslashishga majbur qilgan. Ikki tomonlama simmetriyali barcha hayvonlar uchun eng ma'qul shakl bo'lsa-da, u evolyutsiyada nihoyatda katta ustunlik bergan. Bilateriyalar tana rejasidagi hayvonlarga faol harakatlanish, murakkab sezgi organlari, rivojlangan miya, quruqlikni egallash imkonini bergan. Bu bizga shuni ko'rsatadiki, biz ko'pchilik e'tibor bermaydigan tana simmetriyasi bizni hatto eng uzoq qarindosh hayvonlar bilan ham qanchalik o'xshash ekanligimizni anglashga yordam beradi.
E'tiboringiz uchun rahmat.